Sen kaçak şu kökünün ağzını havalı tuttuydun falan. O ne açıp Bayburt'tan oylusan. Biz de bırak işmedik. Yes, ya. Paşa. Sen. Yıldız televizyon xabari. Qirg'izistonning Mobil direktoriy yo'llanmasidan shahrimizdagi 10 munavvar yosh nomzodimiz saylandi. Ma yılık Bayburt'un şuğa. Ya bu oddiy ilmida odatdagidek chiqibdi qo'y yasanmay. Ya bu kamtarda otatdan videoligini bek oshirayaptimi ya bu? Yo, mana no'j ishlarni tikitib tikadimmi? Çoğun beylik atkan gel. O kutunun yıllık günkü elpazı görgen bolsan ağa kaysan. Oho, ateş ekme tatamaycı mı haline? Amsal, sen de baka. Seningcha yaxshi qiz bo'lganda oğlum. Qara. Endi yaxshi obdan qiz olarsan. Ak ko'ngil. Mehribon. Ailesi kuyimi bor. Bunda bir yatga tanımaydigan bir erkimde qarab qo'yish yuz qizdirib yaga qaraydigan bunda qizlar mening nazrimda yaxshi deb o'ylayman. Ya hozircha qara. Bu xonim qizlar bu neyçanlarım bulimiz deb o'zing qisqasi mishinda bir ayollik nazokatini unutib ketib bordi qara. Yo'q degina. Yo'q, hur vaqiraydigan bo'lsa, ohoy. O xotin kishidek emas, akishdek umgandakilla chataq. Hey. Ne? Men cho'sava shu xotin haqqoga qat'iy bosh egmaslik kerak. Ben bu işlara aralashmadim. Ishqilib, ayol kishi vaqo qara. Bir avarchilik jumadi ekan. Gel. Paşa, Ayollar cümle işitler. Hoca. Xo'sh. Yola. Voy kadın anası olmuşlar iş bakalım. Şu gap bağlamaya bassa şu an. Siz paranlaşarsınız, siz paranlaşıp kalktınız ya. Qaram, iş bakanlıca qaram ağamçı bilen bağlap bakımız. Muşunun münasebetlik mesuliyetten ada kılamısınız kanunun cezası uçurayısınız bildiniz mi? Ne boptu? Ben olsa vüyüş erz kılına bomsa. Bomsa künlü işki bak kırısız aşağıya. Hemen korkayla kalız başladı ya. Bu yerden korkmayısınız şuna bu. Siz işinizde muşundan bakıdığan bolsanız, ben bu yegeme sotda erz kılmam sizni. Endi bu bek serikti bu birdimizden. Ettigende tek kalsa, keşlik tek kalsa. Uxlatmasa bizni uyda. Peki resmi sarayda uçurab tutarız ya. Ben sizden korkmam. Bu mevzuğa sizde başka hiç kim boza kılamaydı mı ne? Canınız mı? Ne verip, neymiş kızgaz kılam bulamdı? Maqara, ben sizge bir gapni depirey ya. Ben hozircha qaram sizni ko'rsam bir gap esim keldi. Depireymi? Kimga? Mal ilgisini doğraydı. Nima? Xatarchilik qilmang, mening da'vatqinim siz an doğrab qapsiz. Hey, siz bir iş qo'shtatamsiz? Qarab turing ham o'sha yerda kim baldo getirgan juma? Jura, qo'y. Gitme mi tamam Yo'q, rost o'xshayotgan. Mana biz to'laylik sirtning tamog'ini yeb ustib ketdik juma baho berdim. O'xshayotgan mantra. Kela qildim bosh tomoqlarimni yap qila. Cık damakları olarak ya. Madara ben başka bir tamamını diyelim bakaya. Aza qila. Ve Şefkat. Muşu Gülnazkan sen adliye meslek durdu cuma. Qila deysan. Qara. Mesela başka qanday adam televizorga chiqadigan shu qolib qolsa, shundoq yasinib bo'lanmayli qoldi qara. Lekin bu Gulnazxon shundoq oddiy yasinib chiqibdi. Neymiş ki shundoq oddiy yasinib chiqib bilamsiz? Rahning diqqatini tortmaslik uchun. Oldin to'g'ri shu sayfasini ko'rib-ku. Bu qizlar shundoq o'zini shundoq bir yushirdiga qara. Qandaqligini uqmadim, ammo bu qandaq adam o'zini yushirdi. Qandaq adam xalqning diqqatini tortmaslikka tirishidi. Neymiş shu diqqatini tortmaydi? Bu yerda cho'qira.
bir murakkab ishi bor. O'ylasam chuqur muzdek tag'ish kutdi. Sencho, anga sal diqqat qilib, sal tegin suvchiroq qilish bo'lsin. Endi pul topma deb ish topma o'zingga. Unda ham emas-da. Gülnaz uçur qıptığın. Evet, üçten keyin saat 2:30'da ko'n joyda ko'rishaylik. Ha, mana. Benim dedim. Yolbasın ugusu kirmey turib, yolbasın tutqulanmaz debdi. Sencho, bo'pti bag'in. Bir berib, obdan bir iniqlab boqmamsan. Lala doktor, yaxshimisiz? Ha, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Oldin qitim ajab satildi-ya, pulni vaqtida avatib bermay qoldim sizga. Shu xizmatim bek aldirash bo'lib ketdi-da. Shu hozir pulni tayyor qilib qo'ygandim. Shunga dadamning ishga bosqichlik to'g'risini biroqla avatib bersangiz kelar qitim avar qilmaydim sizni. Hech qisi yo'q, kumush. Men bu patarda Delfin shaharga qaytaman. Shu chaqda darini tang og'ash boraymi? Ha, qaytib kelamsiz? Ajab yaxshi. Siz kelsangiz men xotirjam bo'lardim. Siz qaytib kelgandan keyin dadamni bir boshdan oxir bir yaxshi tekshirish qilib qo'ying, xafa bo'lmay. Bo'lamdi? Xotirjam bo'ling, kumush. Men praktik doktori, lekin dadangizning kesilsa qaytishga bor kuchimni chiqarman. Siz xotirjam bo'ling. Ma'qul. Sizni avar qildim, Lala doktor. Unda bo'lsa men sizning xayringizni saqlay. Ma'qul, rahmat. Hey! O neymiş kılatsın sen? Qara, Nereyesini oldun ha? Allah yüzündekine. Mana, qara, mana. Edaman, sen kelishdan burun tanımaydigan bir aylan keldi. Ben maaşdan sal g'alatligini his qilib, baldirib berib, yo'shinib olgam edi. Sen keyiniga tushdingmi? Bu ayol sal g'alat tutsa, onun ustiga bu ish odat ish emas. Ben sana yardım qilib tekshirish bermasam qana bo'ladi? Buni tashabbuskorlik deymiz. Xato bu. Men uni uyiga borgan bu dojdi. Bu ne bu? Ketna o'shada. Sen g'alat his qilyapsan. Bo'ldi. Hey, qara, bu ishni to'xta. Uning ustiga men onun bilan munosabatim qanday? O meni ishdan bo'shatdi. Endi maoshni qilsammi, ha? Ama yeni tatkan suratlarını kömemse jüydüm ben. Aka. Gördün mü? Ha. Ama erini tanımaydıgan sen? Onun da çıkarasın bu. Sen çok ara bunun kimliğine kalt razı edecek diysen bu. İşte yerden bu. Bu hortum biraz bir kuman. Bakın. Gördün mü? Bal sen köye gitsin. Çay demlep çıkalım. He? Hoşlan. Tutağınız tembel size ahir ya. Nima deyingiz bu? Oyunu satayım edip siz qo'y.
O'ttiramay qapsizda axiri ha. Siz qanday bildingiz buni? To'rdan ko'rdim shu an. O'yini uçurishib. Bu o'yini uçurdi shu an. Qarang, o Japon tatqanda qaramayın, men sitib pasizmi, ishtig'im o'qib pasam bo'ldi emasmi? Resim aç resimleri. O mininki avucuma. Jallık dedi. Ne buldu ya? Gila. Ne Telefonni. Ne bulsa? Nima qilaman? O beğenmeyme. Nima ish qilib bermaysan? O beğenmeyme şu ya. Kimda bermaysan? O beğenmey iştim kımısa. Qo'rqishmoqmisan ish ben? O ya mağlup gideme. Nimaga ekkidi? O ya iştim demedim ben şu. O fakat jallık dediniz diyen gibi dedim ben. Ha, meni qulqum gaz. Bermaysan shundaymi? Beğenmeyme. Mana gel. Gakla aldım ki gakla sen kutluğum Ya. Ben çok ara. Dadam bana. Nime arlaşsan arlaş. Dikmiş xotindan chiqadi. Herkes aralashma deb dasiyat qilgan. Sen mi çoğuftun? Qamlashmaydi adam qizga keldi. Ya bu bir ayol tushsa ko'ngli kirdi albatta shuni ama. Ayazga qilamasizmi? Tomosha qilmaydi. Avcho ig'izdi. Ey sen nima yo'qsan? Şumutum. Qandoq? Beğenmeyme iştim Ko'rma! Nimeni kılsın? Telefonni. Oy iştim bu ya. Gapirdim. Acımıtı ne o sen bu? Ya nima ala to'plan chiqaryapsizlar ku? Bu nima shop ketdi? Endi hozir gap qilamsiz, gap qilmamsiz. Nima bo'ldi? Sizlarni o'rab buzilibdi bumi? Bizning kaynimiz kirib buzilibdi. Ya magen ishib ketdi. Starsimizdan eng yangi xabari. Bugun atayin soat 10:30 atrofida qonun ijro qiluvchilar aerodromdan tekshirish o'rnida yuqori so'mlik pulni ko'tarib qochmoqchi bo'lgan Gulnaz Toshni naq maydonda tutib olgan. Eganishimizcha Gulnaz Tosh qirg'oq guruhining yuqori darajalik boshqaruvchisi ekan. Navbatda qonun ijro qiluvchilar Gulnaz Toshning mol mulkiga qarata tekshirish olib bormoqda. Ya bu yo'q bayqotum shumi? Şirket dairlarining aytishicha, Gulnaz Tosh xizmati astoydil bo'lmaganlikdan shirkatning maxfiyatligini sirtqa oshkorlab qo'ygan. Stansimiz tafsiliy mazmun davomli e'lon qiladi. Ya xotin qaramında o çadak çıktı. Nima? Oyliqi boyxotin Gulnaz boqu. Televizorda xabarda o'qitadi ya qizni. O shirkatning mas'ul chiqib degan soqchilar tekshiraydi. Qanday masala? Qanday masalaligini tez bilmadim, o xabarda o'qitadi shu. Shafqatning ish chiqib ketdi. Nima bo'pti shu? O nima bo'lgandi men? Voy, yaxshimi ustoz? Ha, men uyda. Hozir kelamsiz uyga? Shu men yaqin bir narsani toza esimni tutamaydigan bo'lib qoldim. Ha? Men tayyorlik qilib Bejingga boramda? Ha? Voy, nimda yaxshi ustoz. Mishda yaxshi fursatni berganingizga bek xush bo'ladim majmuman. Kino ishlamdoq. Ma'qul bo'ldi. Unda men bugunlar shu kiyimlarimni rattab tayyorlik qilib yo'lga chiqay. Ha, bo'ldi. Xotirjam bo'ling ustoz. Ha, bo'ldi. Mana. Nega bugun? Bejingga. Nimaga? Ustozim kino ishlashga. Meni tashlab, ishga akishni o'tirsiga ketsa. Ha, o ishkisini o boshqa uyda panglarda mazamda qancha o'zim sen bilan tashlab. Hey. Yaxshimisiz?
Ha, men Şefkat şu. Hozir siz baxtli yo'l soqchixonasiga bir kelib kelsangiz. Saqchixonaga nima ishda? Hozir necha ishimiz? So'rayverishdi. Ma'qul. Hozirlanma ya. Qaysi saqchixonada? Baxtli yo'l soqchixonasi. Ma'qul. Oy, uzoq qolmayman aytgasi 3-4 oy. 3-4 ay. Azma 3-4 ay degan sen uchun? Voy, ozu men uchun bunda fursat degan oson keladi. Davomli yuqori yo'rilishim kerak-da men. Ha, bak. Ha, ma'qul. Unda men tayyorlik qilib, kiyimlarim abad o'zim qaraychi. Ya, iliq bir xurum chapinim batdi, bejang taraf sal sovuq deydi. Deyman bir. Mana chikit bağın ne? Hey, to'xtir lan. Sen kesdingmi qanday qilma? Bu yerga nima kelganini bildigansan? Shu Gulnozning shida saqchapandam. Xabarda ko'rdim. Lekin mening bu ish bilan faqat munosabatim yo'q. Meni xato tutib qoldinglar, men g'ol oldi ya. Seni bu yerga nima kelib kelganimizni yaxshi bilasan. Sen bizga yaxshi maslahat. Masçıma saqchapandam, masçıma. Isming nima? Shafqat. Yashang. Ishim qirib. Senin Gulnaz bilan zodi qanday munosabating bor? Men o'zim oila mulozimat kasb qilaman. Gulnoz shu meni oila mulozimatchilik taklif qilgan. Endi uyining qancha jugayishdim ishlarni qilaman. Ham bolasiga dada bo'ldim. Lekin ben bunu hissiyatım aldımdım, pulum aldımdım. Üzerinden aile mülazimet kesmini kılıp şu vaktimi şu icarı verip şu arkalık buldaktım. Ben bunun başka işleri hiç kayısı işlerini okumayım. Ben uval oldu saqchapandam. Çok yaxshi tekshiruvlar. Qalayam qanga qilma. Balasiga dada bo'lish degan qaydaq mulozimat o. Şu aile mülazimet kesminin işçiden de şu Gulnoz şunu teklif qilgan, şununla balasiga dada bo'lish işlerini qildim şu. Shafqat, Gulnozning bu qatimqi delo to'g'riliq pulning summasi bir qadar yuqori. Buningga yuqori darajali o'rinlar allaqachon delo turg'izib tekshirishni boshlab bo'ldi. Sen bizga yaxshi maslahat. Shuning bilan sen kamchilikka erisha olasan. Masçıma saqchapandam. Lekin men uval bo'ldi lekin. Uval bo'ldi? Ha. Sen qanday uval bo'ldi? Bu ish bilan munosabatim yo'q meniki. Bunun qara. Bu Gulnoz bilan senmi emasmi? Gulnoz bilan tanishgandan tartib hozir bo'lgan munosabatinglarni bir-birlab so'zlab ber. Ma'qul. Ishing tugdi, qo'l qo'yib qo'ysam bo'ldi. İşim tugdi. Keldingizmi? Rahmat. Bo'ladingiz. Xalq saqchilari rahmat. Rahmat. Sizga rahmat. Siz Gulnozning advokatimi? Unda siz meni ichib oldimda-mi? Undaqmı emas. Saqchilar aniq tekshirgandan keyin sizning bu ish bilan munosabatingiz yo'qligini bilib, anandan keyin sizni qo'yibdi. O dedim-ku, menda gunoh yo'q-da. Menda gunoh yo'q. Men shu vaqtda dedim, men uval o'tib ketdi deb men degan bu gapni. Men qat'iy qonun qilib ish qilmayman. Shunda olsun rahmat sizga, juma rahmat ha. Men sizni mehmon qilay degan, nima yeysiz? Men sizni mehmon qilaychi. Bu mehmon qilish masalasi muhim emas. Rahmatni siz yana Gulnozga berdi. Chunki mushu ish bilan sizning munosabatingizni yo'qligini Gulnoz saqchilarga berdi. Gulnoz debdi. Qo'sqo'zni ichib ketganlar, eling tomoq yeymiz. Sizdan yana nima yeysizmi olay? Ey mulozim, ya nima yeysiz? Olaylik. Olmishni yeylik. Elan.
Akılay. Rahmat. Ya. Şefkat. Oldu. Xudo olam. Yaxshimi? Yaxshi. Salomat misan? Yaxshimi, yaxshi. Nima deydimda? Boshqa yo'q, shu Gulnozning shu ishlarini so'rab mendan. Yapla. Chapa tatib qolding ha? Bo'ldi. Jura, o'ykimiz. Bormi oldi? Bor. Mana turdim. Ha? Paypoqlarni oldingizmi? Qilin paypoqlarni. Aldım. Sen to'qib bergan beshirini ilib oldim. Paypoqlarni oldingiz. Aldım, qag'ini shu beshing olgan chaqda ilib olaman haqida. Ay, to'xta. Amraqa. Nimdan maraqqa. Ay, xotoni aşağı berib olsam bo'ladi. O'xshamaydi. Ayga tomoq qiynab qolmaydi. Qo'yin so'yji bunu. Shu setni sazam. Bag'amda tomoqdan qiynab qolsangiz yeysiz. Ma'qul. Kechib qoldim. Ana yurak, ha? Kechib qoldim. Voy. Mana. Sen bormi aka? Men bor. Bu pek ensretding-ku bizni, bir ish bo'lmaganda? Ya, boshqa shomidi. Ay, ishlar tugadim bo'lsa. Lekin shu ayol azroq bo'ldi. O'zingizning qutlug'ini xo'sh bo'ling, nimkoringiz uning bilan. Bu shu. Ish qilib mendan ensirganinglar rahmatchimi? Albatta shunday oldi. Ensiraymizda shafqat qilsan degan qiyin kam tutsa. Ha? Sen namonda? Olayda tayyorlik qilib nagmonda? Bejingga mangan, Bejingga. Bejingga? Ha. Ayolsiz-a? Uchta tayyorlik turib keldim. Ustozim bor, ustoz. Tayyor turamsa? Ha bu. Voy aka, men kechib qoldim hozir. Men mangayda deb turgan shu ustozimni endi keyin to'xta. Bular gapni deyishibdi, men ma'nosa oldirishmoqsan. Voy, qara men kechib qoldim. Oqilda telefonda deyishayli qolgan ishni. Ya zapritam chiqya? Ya bo'ldi. Ben ısıtmayayım. Kızı da yo'shamdi. Yo'q shide. Bu ukasi uning xotinini biz turmasmiz bu yerda. Albatta unda qilmaymiz-da. Lekin turdigan yer izlasak bo'lmaydimi? Biz hozir jiddiy izlamasak bo'lmaydi turdigan yerni. To'xta. Ondan ensirma. Turdigan yerni amalına qo'y Shafqat. O'zim qilaman. Hamsa o'zingni asra xotin. Bağımsın zat bulmamda. Bağımsam bo'lmaydi. Oran test kelgan fursat tutsa, uning ustiga bu kichik shaharda qanday taraqqiy qila olaman. Mush fursatni chang tutib, kelgusimni yaratay. Juma, tezla qaytib kelaman. Hem salomatliginiz asram. Ma'qul. Bağımcaq chuqum telefon qildim. Ma'qul, chiqib pul qolmabdi yonimda. 500 kun yinan sap qo'y. Sizga pul kerak bo'lgan tursa. Ay, yo'q, borgandan keyin topaman. Juma? Rahmat. Turish sal qolaysiz bo'lib qolsa, sen bo'lmasa opamni aynaga berib turib kelasiz bermasga. Ma'qulmi? O'zingni asra. Siz o'zingiz asra. Ma'qul. Kechib qoldim, mang'ashtiray. Sen so'yma. Xo'sh. Yolda dikkat qilin. Ma'qul.